Rossiya prezidenti Vladimir Putin yirik biznes vakillari bilan yopiq uchrashuvda Ukrainaga qarshi urushni moliyalashtirish uchun byudjetga ixtiyoriy ravishda badal to'lashni taklif qildi. G'arbdagi nashrlar yig'ilishda ishtirok etgan manbalarga tayanib yozishicha, u urushni davom ettirish hamda Donbass chegarasigacha borish haqida gapirgan. Zbayl nashri yozishicha, bu taklifga birinchi bo'lib Suleyman Kerimov reaksiya bildirgan hamda byudjetga 100 milliard rubl o'tkazib berishni va'da qilgan. Yana bir necha oligarx ham to'lov qilishga tayyorligini aytgan. Kreml matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskov esa bu taklif prezidentdan chiqmagani, u faqat bildirilgan tashabbusni ma'qullagani haqida aytdi. Ma'lum bo'lishicha, mamlakat uchun og'ir damlarda biznesni silkitish g'oyasi Rosneft rahbari Igor Sechenga tegishli. U buni Putinga maktubida bayon qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, yig'ilishda ishtirok etganlarning ko'pchiligi bunday badal to'lashni o'z burchi deb bilishini aytgan.